Oshxonaning qulayligi faqat dizayndan emas, ishlash prinsipidan kelib chiqadi. Qulay va samarali oshxona esa bu ishchi uchburchakni to'g'ri tashkil qilishda. Men sizga hozir samarali ishchi uchburchakni tashkil qilishni ko'rsatib o'taman. Oshxonangizning shakli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, to'g'ri burchakli, P shaklli, ikki qatorli, orolli yoki yarim orolli ishchi uchburchak prinsipi saqlanishi kerak. Muzlatkich yonida quruq mahsulotlar uchun saqlash joyi bo'lishi ideal variant hisoblanadi. Muzlatkich va moyka orasida esa birlamchi tozalash zonasi bo'lishi kerak. Bu zonaning tavsiya etilgan eng kichik eni 35 sm. Ishchi maydoni esa kamida 45 sm. Eng qulayi esa 90 sm bo'lishi tavsiya qilinadi. Moykani idish yuvish mashinasi yaqiniga joylashtirish esa ishlashni yanada osonlashtiradi. Pishirish zonasida esa plita bilan duxovkaning birgalikda joylashuvi, shuningdek, servirovka qilish uchun alohida maydon va idish-tovoq oson olinadigan joylar oshxonani to'liq funksional qiladi. Bu videoni oshxona dizaynini qilayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bu video ularga aniq asqotadi.